Uni qo'li bo'lmasa, oyog'i bo'lmasa ko'p tushuntirganmiz, oilaviy tushuntirganmiz, lekin ham qilishga xohlamaganlar. Sen bilan umrim o'tsin, menga boshqa xotin hech ham kerak emas. Ajrashmayman dedilar. Qo'lim yo'q, qo'limda obretgan. Xo'jayinim ovqatimda yediradilar, choyimda ichqizadilar. 3 kun yoting, kerak emassiz. 30 yil deyapti-da. Barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Ko'pchilik haqiqiy muhabbat faqat kitoblarda va kinolarda bo'ladi deydi, ammo aslida badiiy asarlarning qahramonlari hayotdan olinadi. Har bitta odamning hayoti bitta romanda, muhabbat ham bor. Va bugun biz Jizzaxlik bir oila haqida hikoya qilmoqchimiz. Keling, e'tiborimizni monitorga qaratsak. Otam haydovchi, onam uy bekasi bo'lganlar. Oilada 9 ta farzand biz, 4 o'g'il, 5 qiz. Juda ham sho'x qiz bo'lganman. To'qishlar yaxshi ko'rardim, nonlar yopishni yaxshi ko'rardim, qo'ylarni boqishni yaxshi ko'rardim. Dalalarda, qirlarda qo'y boqib yurardim. Xo'jayinim akam bilan o'rtoq bo'lganlar. Uyimizda toklar bor edi. Toklarda chopishga hasharga aytganmiz. Mani dadam aytganlarki, bu rosa yaxshi, odobli bola ekan, shunday ishchan ekan. Hamma bunday qilib chopib ketsa, bu dahshat qilib chopdi toklarni. Biz zo'r bola ekan deganlar. Yoshligida ancha payqas qilmaganman buni. Armiyadan kelib, keyin ko'rsam o'zi katta qiz bo'lib qopti. Kelishgan chiroyli. Sochlari uzun edi. Keyin shuni tanladim-da. Paxtaga ketayotgandim. Katta mashinlarda borardik. Mashinada ustida turdim, keyin chaqirdilar. Ha, dedim, "Kentlar, men senga savchi jo'natmoqchiman. Men seni sevib qoldim" deganlar. Ota-onam kimga rozi bo'lsa, shunga turmushga chiqaman deganman. Mirzaboyda men aytdim, "Sen paxtadan kelishinggacha men seni uyingga savchi qo'yib, bizga unashtirib bo'linadi" dedim. Biri qara, men bilmayman, otam bilan onam biladi-da. Shu bilan paxtaga ketib bular. Paxtaga ko'rgan bordim men buni. Odoblari ham yaxshi bo'lgan, xushmuomala bo'lganlar. Ozg'ingina, chiroyli, sariqdan kelgan ko'zlari chiroyli deyinlar. Shu bilan paxtadan keldik, keyin savchi qo'ydilar. Ota-onam rozi bo'ldi. 91-yil to'yimiz bo'ldi. Katta to'y qilib berdik. Samimiy munosabatlarga asoslangan rishtalar mustahkam bo'ladi deyishadi. Samimiyatda gap katta-da, Baxtiyorjon. Insonda ichida bor narsa tashqariga chiqadi deydilar-ku. Inson agar qalbi pokiza bo'lsa, mana shu qalbida bir samimiyat, to'g'rilik bo'lsa, o'sha yuziga ufurib turadi-da. Mana hozir ham ayolli gapirayotgan gapini qarang. Ko'zlari chiroyli deyapti-da. Yuragingizda, qalbingizda narsa ko'zda ayon bo'lib turadi. Demak, o'sha samimiy muhabbat bo'lganda. Birinchi farzandimiz tug'ildi. Baxtchi ekan deb yashashni boshladik. Birinchisi o'g'il bo'ldi, juda ham so'yindik. Xo'jayinimda quvonchi judayam osmon baravari bo'ldi. Lekin 2 oy o'tgandan keyin u farzandim ichketar bo'lib olamdan o'tdi. Ismi Omadjon edi. Qayg'uga botdim, yig'ladim, siqtadim. Xo'jayinim ham xafa bo'ldilar, ichikdilar. Siqilmaysizmi farzand? Tog'a baribir yomon narsa-ku. Yig'lagan paytlari ham bo'lardi. Mendan ko'p yashirib yig'lardi. Faqat men kelgan ishdan keyinda o'zi kulib turardi. 1 yil o'tib, o'g'il farzandli bo'ldim. Keyin shu bilan ikkinchi farzandimiz tug'ildi. Ancha qiynalib tug'ildi, ham o'zi ham qiynaldi. Mana katta bo'lib 30 yoshga kirdi. Undan keyin yana bitta farzandli bo'ldim. Bu farzandim o'g'il edi. Dunyoga keltirishim qiyin bo'lib, 5 kilo tug'ilib, 7 kundan keyin olamdan o'tdi. Farzand tog'i qiynab, ichimga yutib chuqur qayg'uga botdim. Hamma kasallikni olib keladigan narsa siqilishda o'zi. Juda og'ir yukda bu narsani ko'tarish. Bunday vaziyatda diqqat bo'lmaslikning iloji ham yo'q. Ona shunchalik kuyib turibdi-ku, erkak kishini ham qarang, qanchalik Albatta. yurak-yurakdan kuyib ketyapti-da. 24 yoshda edim. Mazam bo'lmay oyog'im charchoq, holsizlik bo'lib, aqa borsam ham yiqilib qolardim, baqa borsam ham yiqilib qolardim.
Sekin sekin yurardim. O'zimizda yangi yerga bordim Fransiyaga. Bu yerda bir oy yotdi. Hech o'zgarish bo'lmadi. Keyin Gulistonga bordik. Gulistonda ham 20 kun yotdi. Axir bo'lmadi, Toshkentga bordik keyin. Doktorga bordim, aytdi, zo'rayib boruvchi muskullar distrofiyasiga uchradim. 1,5 yildan keyin atrofiyaga aylanadi dedi. Doktorlar bunga to'g'ri taxlab qo'ydi keyin. To'g'ri buni kasalligi kuchayib ketadi. O'tirib olib ovqat qilardim. Arqamdan suyab turardilar, tandirga borib non yopar edim. Nonni yopib bo'lsam ko'tarib olib kelardilar. Nonni ko'tarib olib chiqib berardilar tandirga. Oldimga olib kelib berardilar, kirlarni yuvar edim. Oldiga tavoraga kirdi, etib berish kerak, suvni etib berish kerak. Kuchlari qo'lida bor edi, jonsiz bo'lsa ham bor edi kuchi. Keyin doktorlar bunga harakatni ko'proq qilishni aytdi. Keyin qo'shinlardan paxta bo'lardi, paxtani chigillashni olib keldi. Ikki qop paxta olib kelamiz, chigillab o'tirib, qo'llarimga kuch kirsin dedi. Ishlar ham ayollarni ovutadi. O'shani qilsam kasalligim ketadi, yengiladi degan Ya'ni harakatda bo'lish kerak deydi. Bo'lib turish kerak deydi. Mana qarang, endi o'sha bitta nonni yopish uchun eri suyab turar ekan, xamirroq borib bersa kerak. Keyin nonni yopgandan keyin savatli nonni olib kelib, bu betda 2 barobar erkakka nagruska bo'lyapti-da, unda olib qarasangiz. Qo'llash uchun ham shu erkak mana uchun shu ish qilib tursin, shu bilan ovunsin, kasalligi esidan chiqsin degan ma'noda harakat qilinganda. Kasallikni yengib o'tishga turmush o'rtog'i bilan harakat qildi, ammo kutilgan natija bo'lmadi. Aradan 2 yil o'tib yana homilador bo'ldim. Shifokorlar aytdi, homilangda oldirasan, tug'magin, endi tug'sang yurolmay qolasan dedi. Oldirgan bordi, 3 oylikdan o'tdi, mumkin emas edi. Bir vrach bor ekan, keyin tekshirib aytdi, yo'q dedi, operatsiya qilib bo'lsam tug'dirib olaman dedi. Keyin dedi, tug'maysan dedi. Keyin balam 9 oylik bo'ldi, bordim o'shaqa. Operatsiya bo'lmasa bo'lmaydi dedi. Yo'q dedim, men dedim, operatsiya bo'lib tug'mayman. 3 ta balam shunday tuqqanman dedim. 4-inchisi qizimni dunyoga keltirdim. O'sha tug'ib kelgandan keyin kundan kunga oyoqlarim o'zimga bo'ysunmay, yurishlarim juda og'irlashdi. Qaynomga chaqaloq tashladik. Toshkentga bordik. Datsin To'rg'onov degan odam qabul qildi bizni. 2 kun navbatiga turganmiz shunda. Ko'tarib, sudrab, unda kalashganimiz ham yo'q edi. Doktor endi mana shu dard bilan dedi, ketasan, endi seni imkoning yo'q dedi. Davosi yo'q dedi. Xullas u yoqdan davolar bo'lmadi. Qaytib keldik uyga. Tamom tushkunlikka tushib qolib, shu bilan o'tirib qoldim keyin. O'shanda ham baribir ballarim uchun non yopdim, kir yuvdim, ovqat pishirdim, sudralib, tamob qildim. Uni ham qilolmayotgan bo'lib qoldim keyin. Qizim 4 yosh bo'lganda keyin tamom o'tirib qoldim. Qo'llarim ishlaydi, oyog'im ishlamaydi. Qiynalib sekin ahri qimlamaydigan qoldi. Qo'li ham oyog'i ham bo'ysunmay qoldi. Yoshligimda kichkina diskaleskaga tayanib yurganlarni sal eslayman. Tuzalib ketadilar deb o'ylaganman. Keyinchalik yillar o'tib, kaleskaga o'tirib qoldilar. Eng gullab, yashnab, o'ynab kulayotgan paytim to'rt devorda esiga mixlanib qoldim. To'g'ri peshonamizda yozilgani deymiz, ammo o'zimiz ham gohida sababchi bo'lamiz. To'g'ri. Shifokorlar ham bejiz tavsiyalarni berishmaydi. To'g'ri. O'zi farzandni dunyoga keltirish bu juda qiyin narsa-da. Chunki onaning organizmidan bola hamma narsani oladi-da. Endi bu ayol o'zi cheklanganroq ekan, sog'liqlari. O'shaning uchun shifokorlar Gaplarga quloq solish kerak. Quloq solish kerak ekanda, baribir. Shifokorlar bekorga aytmaydi. Bu ayolda bilasizmi, shunaqa bir ichki bir jasorat deymizmi, matonat borki, "Yo'q, men shu 3 ta bolamni o'zim tuqqanman, buni ham o'zim tug'aman" deb o'ziga qattiq ishongan. Lekin inson organizmi ham temirdan emas. Doktorlar bilib turib aytgandan keyin jarrohlik yo'li bilan dunyoga keltirsa, balki bunchalik kasallik chuqurlashib ketmas edi. Sinlarim, onalarim, kelinlarim navbat qilib kelib non yopadi, xamir qiladi, ovqat pishirib ketadi. Onam ham lekin rosa qaradilar. Kesalar kirimni yuvib ketardilar, har zaman deb nonni yopib berib ketardilar. Farzandlari yosh edi. Qarashganmiz biz ham. Ba'zida kelganmiz, ba'zida ro'zg'ordan ortib kelolmaganmiz. Ba'zida onam kelib qaraganlar. Ular bir kun kelib qilgan nima?
keyin xo'jayin aytdilar yo'q dedilar, ular qachongacha sarson qilasan, xotin bizni kunimiz bir kun emas, endi umrimiz oxirigacha shunday, sen menga o'rgatgan, men o'zim yopaman tandirga non dedilar. Xamir qilib non yopib sigirlarni sog'ib kirlarni yuvib havlilar shipirib yurdilar. 2 yil sartarosh bo'lib ishladim, 2 yil tikuvchilik sexida ishladim. Qishki ust boshlar tikardik biz Yangiyerda shu fabrikada. Daraxtdan bo'shab keldim. Hamma ishlarni o'zim bo'ynimga oldim xullas. Balamni boqilmadim, men faqat emizib beraman. Dadasi katta qildilar, beshikka biylaydilar, beshikdan yechirlar, oldimga olib kelib beradilar. Men emizib beraman, yana olib borib beshikka biylaydilar. Eng qiyin og'iri dadamga tushgan abi. Chunki dadam bizni farzandim degan, birodan kam bo'lmasin degan. Ham bizga, ham onamga qarab bizga sharoit qilib berganda. Noyobkalarda qiynalganlardir yoki bizni kiyimlarimiz jo'g'anlar qiynalgandirlar, lekin qancha o'sha yelkasini ko'targan, lekin bizga o'sha hayot qiyinchiligini, og'irligini dada sifatida bizga bildirmaganda. Doktor bo'lganim uchun ukolga yo dori-darmon kerak bo'lsa, chaqirarlar, keling, isma qilyapti yo boshqa bo'lyapti deb. Birda kelsam, Rahim qil xamir qorayotgan ekan, o'zimni ichim ezilib ketganda ko'r. Rahim qil kiyman, ukolni qildim, xamiringizni qorib beray desam, "Lo'rampa, bugun qorib berasiz, ertaga kim qoradi? Yana o'zim qilaman-ku" deb tandirda non yopgan paytlari ham kelganman. Kiyman o'zi beray desam, bermay, bahasi yo'q erkak. Xo'jayinim hech jim nolimadilar. Voy dadasi, charchadingizda, non yopib keldingizda, o'ylaysizginaga desam, men nega charchayman? Men charchaganim yo'q. Sen xafa bo'lmasang bo'ldi. Men shu nonni yeyversang, men yopaveraman deb hayotdan biron marta ham nolimadim. Mayli, Xudoning dardi bu. Keladi. Sen umuman siqilma, umuman xafa bo'lma. Men hech qachon xafa emasman hayotimdan. Hech ham bildirmalar. Mana shu paytgacha 30 yil davomida bildirmalar. Men lekin yig'lab siqtab turaman endi har zamonda. Ayol bo'lmagandan keyin ota-onamga borolmayman. 5 yil deganda bordim ota-onamga, borsam qiynalaman. Ular baribir xo'jayinday qilib emin erkin yaxshi qarolmaydi endi. Onam ham qarib qoldi. Shunaqa erkaklar bormi, Baxtiyor? Qolish kerak-da. 30 yil deyapti-da. 3 kun yoting, kerak emassiz. Hamma ham bunday yo'l tutmaydi. Tutolmaydi, sabr qilmaydi. Ilohim hech kim kasal bo'lmasin, hech kim oilasi kasal bo'lmasin. Endi bu hayot. Hayotda endi shu erkak shu ayolni o'zini mahriga olganda, sog'lig'ida ham, kasalligida ham bo'yniga olib uylanadi-da. Men hozir yoshlarimizga juda ham ibrat bo'ladigan, dunyo erkaklarga ko'rsatadigan mavzu ekanda bu, hozir bilasizmi? 30 yil og'rinmagan qarang. Ammo shu orada Nazira opaning yaqinlari bir xavotirda bo'lishgan va boshqa kishiga uylantirishmoqchi ham. Qarang, kuyovlarini. Men uyimizga mehmondorchilikka bordim. Ota-onam olib qoldi. Biz kuyovda o'g'ilga qolmaymiz qizim. Endi bo'ldi, endi ajrashgandilar. Dadam aytdilar, kuyovim qiynalib ketdi dedilar. Men uni o'g'ilini ko'tara olmayman dedilar. Mayli, nonini yopar, ovqatini pishirardilar, hamma ishini qilar. Endi bu hayot, bu u ham erkak dedilar. Endi uylansin dedilar. Lekin dedilar, men endi qo'ymayman ketgani qizim dedilar. Polni ko'rpa to'shaklarni olib ketdim. Farzandlarim bag'da dadasida qoldi. Endi ko'nim qolmagan erimdan. Endi kangimsidim, xotin topib berasin. Ha mayli qizim dedilar, ana Tojmurodda qizi bor yerdan chiqqan o'shandilar. Men etib beraman dedilar, uylanadi ering dedilar. Qantam 8 oy olib ketdilar uylariga. Topsak uylanasanmi dedilar. Men bir ko'ray qani qizingizdan ortiq bo'lsa uylanaman dedim. Endi hozir sog'lardi ustiga odamlar xotin olib yotdi. Buni qo'li bo'lmasa, oyog'i bo'lmasa ko'p tushuntirganmiz, oilaviy tushuntirganmiz, lekin Rahim qilakka xohlamaganlar. Qayintamda ishlarni xohlamasam baribir endi bo'lib o'tdi-da u narsalar. Sidqi dildan aytganlarmi? Baribir menga aytdilar, shuni yetkazib beraveradilar-da. O'g'lim aytdi, "Apajon" dedi, siz biz yasholmaymiz bir kun ham dedi. Ajrashga dedim, arza yozdim o'g'lim. Endi dedim, dadang boshqa uylanadilar dedim. Sizlarga dedim boshqa apa qaraydim. Yo'q dedi, bizga dedi boshqa apa kerak emas apajon dedi.
biz siz bilan yashaymiz dedi. Unda bolalari yo'q edi. Kim bolalari borib kelib mana shu o'g'li bilan qizi bizga otamiz ham kerak, onamiz ham kerak deb yig'lab turgan. Keyin qizim kichkinacha bordi bir kun ko'rgani. Qizim dedim, qol dedim. Ey opajon dedim, men qo'limim kiyadi-da. Avda dedim, bitta uzlab qolib ketadilar-da dedi. Aka borsam dedi, sizni sog'insam dedi. Baqa kelsam dadamni sog'insam dedi. Dada sahar hatto ko'rgan bo'ladilar. Ularga aytdingizmi siz uylantirmoqchimizdir? Ha, aytdim. Sen bilan umrim o'tsin, menga boshqa xotin hech ham kerak emas. Mana shu ikkita balandlar dunyoda o'ksa o'tmasa bo'ldi dedilar. Qaytib kelasan dedilar. Uyda yashayveramiz dedilar. Balkim yaxshi bo'lib ketarsan dedilar. Yashab yursang xotin qilaman, o'lsang ko'maman. Lekin ajrashmayman, kelasan. Ko'rpa to'shaging ham kerak emas, hech nima kerak. Mana shunday kelaverasan dedilar. Otam qayerda chiqib ketib qoldi dadam. Shartta akamga mashinada olib keltirdimda uyimizga qochib kelib oldim. Shu bilan dadam 1-3 oy meni yerga qaratdi qizim betimda. Men ajratib olib kelganim nima-yu, qizimni men yo'ligimda ketib qolgan nima deb 3 oy kelmay yurdilar. 3 oydan keyin otajon dedim, meni ko'rpa to'shaklarni olib kelib bering dedim. Ukangiz bilan yashayman dedim. Balarim uchun dedim. Rahmat shukuyamga dedilar. Seni shu ahvolda hurmatingni joyiga qo'yib yashayman desa endi o'zi biladi, men bilmayman dedilar. Ko'rpa to'shaklarni moshinlarga o'rtib o'qib yig'lab tashlab ketdilar. Aytdim, otajon men dedim, xudo ajratmasa men o'zim ajramayman. Nima bo'lsa peshonamdan bir kun xudoning menga yorug' kunlari bo'ladi. Hamma ham dadasini yaxshi ko'radi, lekin men dadam bir boshqacha bo'lsa kerak. Biz farzandlarni bizni deb shu onamni deb o'zini hayotidan kechib bergan odamda. Boshqasiga uylansa bo'lardi, shans bor edi. Qo'llaridan kelar, hech kim hech narsa deya olmasdi, qaytara olmasdi. Baxtli yashashga haqlari bor edi, lekin o'sha bolalarim yetim bo'lmasin, yo birovni qo'lida sarg'aymasin deb o'zlarining baxtlaridan kechib bizga nima kerak bo'lsa o'shani qilib berganlar-da. Til ojizda Baxtiyorjon. Sinov, hammamiz sinovli dunyodamizda. Bu sinov berilgan hammamizga. Yaxshi kunimiz ham sinov. Shu sinovdan qanaqa o'tish bandasini o'ziga-da. Mana shu odam shunchalik qarang, ta'riflashga hozir so'z yo'q. Birinchi marta ko'rishim bunaqa odam. Nazira opaning endi ota-onasiga ham aslida bunday deyish oson bo'lmagan, o'ziga ayon. Ertaga nima bo'lar ekan? Bir kun qaraydi, 2 kun qaraydi, 1 yil qaraydi, 2 yil qaraydi. Albatta. Keyinchi degan ikkilanish bo'lganligi uchun ham nazarimda mana shunday taklif bilan chiqqan. Albatta. Va mana shunday qaror qabul qilgan, keskin, yo'q, bo'ldi, endi yashamaydi. Vaqt kelib shu ayolga uylanganda ham bunga og'riydi buni yuragi. Shu og'rimasin degan ma'noda qilib uylanmaganda, qarang. Bor shunaqa voqealar. Tashab ketadi, qaramay ketganlar qancha. Bunaqa non yopib kirini yuvib berish qayerda? O'zi borib ota-onasini uyiga tashlaydiganlar Tashab ketganlar qancha. Oilani mas'uliyatini his qilishi, farzandlar o'zga onani qo'lida tarbiyalanmasin, boshi egilmasin, ko'ngli o'ksimasin deb mana shu narsalarni o'ylagan. Hozir o'g'illari otam baxtli bo'lishi mumkin edi. Haqqi bor edi baxtli bo'lishga deyapti. Lekin otalari o'zlarini baxtsizman deb Aytmayapti. hisoblamaydilar. Hisoblamayapti, qarang. Aks holda 30 yil davomida mana shunday g'amxo'rlik va mehr ko'rsatmagan bo'lardilar. Albatta. Keling yana lafamizni boshlaylik. Assalomu alaykum, onajonisi deydilar. Ha, va alaykum assalom deyman. Kayfiyatlaringiz qanday bugun deydilar. Bo'ladda-chi desam, yo'q, xotinjon, nega bo'ladi deysan, yaxshi degan deydilar. Xudoga shukr, ko'zing ko'rib turibdi, quloqing eshitib turibdi. Menday ering bor, nega sen xafa bo'lasan hayotdan? Sen ham xafa bo'lma. O'g'il desang o'g'ling bor, qiz desang qizing bor, nevaralaring bor. Sendan baxtli inson yo'q-ku deydilar. Mana hamma narsani ekib qo'ygan bo'lsam deydilar. Olma desang olma ekib qo'yibman, nok desang nok ekib qo'yibman deydilar. Ha, mayli, yaxshi deyman. Mana baqa joyim, mana yotamanda, mana baqa olib keladilar ko'tarib, yuzlarimda yuvib,
qo'l oyoqlarimni yuvib o'tkazadilar, keyin sochlarimni taraydilar, ro'mollarimni o'ratadilar, pechkalarda yoqib issiq qilib choylarni damlaydilar. Qo'lim yo'q, qo'limda obretkor. Xo'jayinim ovqatimni yediradilar, choyimni ichqizadilar. Har payshanba juma boshlarni yuvadilar, yuvintiradilar, tirnoqlarimni oladilar. Biz hammamiz kelajagidan ko'nglimiz to'q. Chunki yonida xo'jayini bor, mehribon. Biz bir kun tugul, bir minut yoki bir sekund biz buni eplolmaymiz. O'zi ham aytardim, bitta xo'jayinimdek qilib qarolmaysizlar. Aqalli mana kalaskaga o'tkazishga ham, mana bitta joyga o'tkazib qo'yishga ham sizlar meni qiynayapsizlar deydi. Bizga ko'ngli to'lmaydi buni. Ko'ngling tusagan narsani ayt deyman, magazinda bor hamma narsa deyman. Ko'ngli tusagan narsasini gohida aytadi, gohida aytmaydi. Bog'imizda giroslarimiz bor, qizil olmalarimiz bor. Nevaralar uchun, men uchun xo'jayinim ekkanlar. Bog'larga aylantiradilar olma, uzum, hamma narsalar pishgan payti. Mana xo'jayiningni qara, qo'lini gulligini deb endi yana hazil mazoq qilib qo'yiladi. Mana shu hovlilarga tekis yo'llar qilib qo'yganlar ataylabda, shu nazaran aylantirish uchun. Aylantirib daraxtzorlarga aylantiradilar. 30 xil daraxtimiz bor hovlida. Meva solari hammasi o'shalarda aylanib yuramiz. Oldimga kalaskaga o'tkazib qo'yib o'zim ishlayman. To'ylarga, hashamlarga borib bo'lsalar, sargina kechiksalar ham endi men xafa bo'lib qolaveraman-da. Baribir yo'qliklarini his qilaman, har lahzada his qilaman. Mana bu muhabbat. Mana bu muhabbat. Insoniy mehr. O'sha mana aytyapti, nima xohlasang olib kelib beraman deyapti-da. Ko'zing ko'rib turibdi, qulog'ing eshitib turibdi, sen baxtlisan deyapti-da. Haqiqatan baxtli ayol ekan. Alloh bergan sinov bilan birgalikda mukofotini ham berib qo'yibdi-da bu dunyoni o'zida-da. Ayollarni ko'p ko'rganmiz, turmush o'rtog'ini oq yuvib oq tarab qaraganini, lekin erkak kishini bunaqa qilishim ham birinchi ko'rishim haqiqatan. Bag'ri kenglik, shunchalik bir insoniylikni endi chek-chegarasi yo'q. Bunaqa mehrni men haqiqatan o'sha kinoda ham ko'rmaganman-da. Kinoda agar ko'rsak, kinoda ko'rsak bo'lishi mumkin emas deb aytamiz. Aytamiz, ishonmaymiz. Chunki kinoda ko'rsak ham ishonmaymiz-da, lekin mana hayotimizda shu odam bizni jamiyatda, bizni yonimizda ta'riflashga ham tilim ojiz bo'lib qoldi-da. Qizim ham turmushga chiqib ketgan, uni 3 ta farzandi bor. Yaxshi joyga kelin bo'lgan. Kelib har zamonda kirpirlarimni yuvib ketadi. O'g'lim ayoli bilan yaxshi yashaydi. 2 ta o'g'ilchasi bor. Kelinim yaxshi. Echaqingiz og'rimadimi? Nima yeysiz, nima ichasiz, nima pishirib kelib beray sizga deydi. Kelinim hamma qo'limda ishlarni oldi. Qo'lidan ko'p ish kelar ekan. Mehribon ikkalasi ham bir-biridan mehribon. Tug'ilgan kunlarimda bir dasta gul qilib ichiga jannatim onam deb yozib olib keldi, tabrikladi. Yaqinda nevaram Jizzaxga borib mental armiyatdan birinchi o'rinda olib keldi. U men uchun katta baxt-ku. Qo'shnilarim yaxshi. Har kuni oldimga hangomaga keladi hammasi. Hech hayotdan nolimaydi. Shunisiga ham shukr qiladi. Shu dardni berganiga ham shukrlar, opa. Mendan battarni berganda nima qilardim deydi. Bunaqa ayol, bunaqa erkak yo'q-da. Sabrli, hamma narsaga bardosh bergan inson endi kamdan kam topiladi. Ayniqsa eriga qoyil qolganman. To'y qasamlarga borsam, mana shunday boraman. O'zimda faqat aka-ukalarnikiga boraman, begonalarga bormayman. O'tirishimga yo'limanda baribir. Ko'chalarga haydab magazinlarga olib chiqadilar. Voy bechora erini bu xotinda holi ham haydab yuribdi deb odamlar ham aytib qo'yganini eshitib qolaman-da. Magazin oldiga olib borganlarda ko'rib qolaman-da. Aylantirib yursimiz ham bir siqilib ketdim, bir aylantiray deb olib chiqdilar-da deb aytadi. Tadbirlar 8-martalar bo'lsa, mana oqsoqollarimiz taklif qiladi bayramlarga. Yo'lib qolsam bormayman. Bo'lmasa gurga bir aynarib kelaman-da deb bir borib kelaman. Endi Xudo qilganiga qanday qilay deyman. Ko'chada mana chiqib darvozaga o'tirsam, rosa balachalar, xotinlar o'tib ketadi. Voy bechoraginani o'tirishini qara. Hol ham bor-a shu deydi. Xo'jayinim yaxshi bo'lsa, farzandlarim shunday hurmatimni joyiga qo'ysa, kelinim hurmatimni joyiga qo'ysa, men o'lamanmi jonim, o'lmayman-ku. Xudodan kelmasa qanday qilib o'laman? Shu erkakni ota-onasiga rahmat. Qush inida ko'rganini qiladi deydi-yu, shu odam mehr bilan katta bo'lgan insonligi bilinadi-da. Ba'zan yoshlikda bolalarga mehr bermaymiz-da, keyin katta bo'lgandan keyin bolasi tashlab ketdi. Mehr talab qilamiz. Voy,
San mehr bermasang qanaqasan boladan mehr talab qilasan deymanda man. Oila muqaddasligini yurakdan his qilgan inson ekan. Nikoh muqaddasligini yurakdan his qilgan inson ekan. Rahmonqul aka va Nazira opa har qanday qiyinchiliklarni e'tirofsiz qabul qilganliklari uchun ham sinovlarni birgalikda yengib kelishyapti. Shukronani bilar ekanda, mana qarang, shukr qilyapti. Shukronalikda gap katta-da. Yaqinda Nazira opada yana bir xastalik borligi ma'lum bo'ldi, lekin shunda ham Rahmonqul aka taslim bo'lganlari yo'q. Qarang. 3 yil bo'ldi. Sag'rim 26 ga ko'tarilib ketib, komaga tushib, keyin o'zimni bilmay doktorlarni yordami bilan yana yaxshi bo'lib hayotga keldim. 22 kun ovqat yemadim, tuz tortmadim, aql tomog'imdan umuman suvam o'tmaydi, choyim o'tmaydi. Shundan keyin qo'lim ishlamay qoldi. Ungacha ovqatim derdim, qo'lim ishlardi. Mazasi bo'lmay qoldi, ovqat yemay qo'ydi. Kundan kunga suvli boraverdi. Gapirolmay ham qoldi. Nima qilamiz deb o'ylanib qoldim. Endi o'zim ham qo'rqib qoldim. Keyin rayonimizning bolnitsasidan doktor chaqirdik ko'rgani. Aytdi, "Men olib ketaman" dedilar. Olib borib joylashtirib bolnitsaga. Shu bilan davolanish boshlandi. 10 kun ikkalamiz birga yotdik. Sahrlarni 13 ga tushirib, bilimda uyga kelib 1 oy insulin qildim o'zim. Hech kim qila olmaydi boshqa. Ukol qilishni ham o'rganib, salkam doktor bo'lib qoldim. Hozir sahrlar normada. Kayfiyati yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'laveradi-da. Shu bilan sekin-sekin o'ziga kuch yig'ib, mana yaxshi bo'ldi-da. Kasal emas, unga qaragan inson kasal deydilar, bu bejiz emas. Shunchalik endi qarang mehr bilan ukollarni ham o'zi qilib qo'yib, shunchalik qarash o'zi emas. Mana shu yoshgacha ko'rgan voqealarimdan eng hayotimda men o'zim uchun ham, atrofimdagilar uchun ham ibrat qilib aytadigan narsa mana shu voqea bo'ldi. 30 yil qarang, Baxtiyorjon, 30 yil. Bu orada qarang, Karamxon farzandlarni to'yib bo'lgan. Bu farzandlarni o'zi ulg'aymagan, kasali bo'lgan, har xil holatlar bo'lgan. Shularning hammasiga bu erkak kishi ham ota ham ona bo'lib turib berganda endi. Buni nogironligini rayondan kelib ko'rdi doktorlar. Aravacha berayotgan bo'ldi bular bizga. Shavkat Miromonovich o'zlari kelib o'z qo'llari bilan berib ketganlar birinchi aravachasini bunga. Unda Jizzax viloyatini hokim etdi ular. Mana shu koleskani olib mining, xudo xolasa siz yurib ketasiz deb aytganlar. Har bir bayramda xabar olib, nogironlik aravachalari berilyapti. Har eskirganda yangilab beramiz. Undan tashqari mana uyda sharoitlarni yaxshilash maqsadida mana isitish tizimlarini qo'yib berganmiz. Quyosh panel ro'yxatlari qilingan, 8 ta shunaqa og'ir nogironlar bo'lsa, shular 8 tadan cheptasi qo'yib berganmiz bularning. Bu ham xudo xolasa yaqinda olib kelib o'rnatib beriladi. Nazirani holi ham yaxshi ko'raman. Bu xizmatimda keyin ham qilaman. Hech kimga ishonmayman. Ota-onasiga ham ishonmayman. Qaynatam, qaynonamdan o'zim xabar olib turaman holi ham borib. Ular ham endi keladi, mashin bilan kelib ketadilar. Qaynatam 87 ga kirdilar. Kampirlari ham 78 mi 80 mi shunga yoshga borib qoldilar o'zi. Xo'jayinim iloyim 100 ga kirsinlar. 100 ga kirganda ham ikkalamiz shunday qo'sha qarib, baxtli bo'lib nevaralarimizni orzu havaslarini ko'rib yuraylik. Ayollarga e'tibor, ehtirom ko'rsatish kerak deb ko'p gapiramiz. To'g'ri. Bugungi hikoyamiz o'ylaymanki, bunga bir yorqin misol. Qalbi bilan shu ayolni bag'riga bosib shunaqa bir ehtirom bilan qadrlab yashayapti. Ming rahmat. Ming rahmat. Rahmonqul aka bugun kelishlari kerak edi, lekin biz yo'ldan qaytardik, chunki Nazira opa yolg'iz qolmasinlar degan. Yolg'iz qolmasinlar deb. Ammo eng samimiy tilaklarimizni bildirishimiz mumkin. Albatta, bildiramiz. Bu oilaga. Men Rahmonqul akaga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Bir o'zbek ayoli, bir ona sifatida, bir ijodkor sifatida. Ilohim dunyo turguncha turing. Yoningizdagi o'sha siz sevgan, siz mehr bergan, o'zingizni muhabbatingiz bilan bularga umr berayotgan umr yo'ldoshingiz bilan qanaqangi orzu havaslaringiz bo'lsa, farzandlaringiz bilan birgalikda ana shu orzu havaslaringizga yetib yuring. Men bularni sog'lom oila deb aytaman. Shart emas insonni kasalligi yoki aytaylik ba'zi bir kamchiliklar tufayli qanaqadir bir hamma oilada ham bo'ladi. Lekin sog'lomlik eng avvalo qalb sog'lomligida. Qalbi sog'lom insonlarni oilasi sog'lom, farzandlari sog'lom va ular yashayotgan jamiyat sog'lom bo'ladi. Dasturimiz avvalida aytib o'tdik, ko'pchilikning fikricha haqiqiy chin sevgi, muhabbat faqatgina kitob va kinolarda bo'ladi, ammo bugungi dasturimizdan so'ng o'ylaymanki, fikrlarni o'zgartirishsa ajab emas. Suhbatingiz va ishtirokingiz uchun rahmat. Yana uchrashguncha oqshomingiz xayrli bo'lsin.